Aziz obunachilar, bugun bizning obzorimizda aynan sizning shabloningizga to'g'ri keladigan Kia Bongo zavodskoy propan 159 ot kuchi 2022-yil 5-oy kraskasi 100% toza va asosiysi mashinamiz sariq salon eng fulidan va O'zbekistonda trend bo'lib turgan kamyob rangli bejli rangli Kia Bongo'miz Janubiy Koreyadan keldi. Albatta sotiladi. Bilaman shu yuk mashinani haqiqiy muxlissiz. Gapim to'g'ri bo'lsa like bosing. Koreyskiy надежный Kia Bongo'm sizga qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring, demak obzorni ko'ring. Shu mashina egasidan chora ko'rib berishlaringizni so'rayman. Azizlar, bilasizlar, yaqin 5 yildan ortiq shu mashinalarni oldi sotish bilan shug'ullanaman. Mashinani juda ko'p maqtab orasan, oshirib orasan, endi yuk mashinada deyishadi kommentariyada negativlar bo'ladi. Endi mashinani akalar bilasiz, isbotlab bo'lgan bu o'zini sifatini, nadejniyligini. Buni 2005-2006-yillar hali ham ishlayapti, hali ham safda. Xudo xolasa bu yangisi sizni nabiralaringizga qoladi. Buni vaqtida moyini suvini qarab yursangiz bo'ldi. Bu mashinalar yuraveradi. Kitobida 1 tonna O'zbekiston 3,5 tonna yuk ortib yurishdi. Baliqlarni ortib haligi shistrinalariga baliqlar deysizmi, shlaka blok og'ir narsalarda ham mana mashinamiz, polvonimiz hali ham mehnat qilib xizmatini qilib yuribdi. Xudo xolasa hamma mamnun, bu mashinadan e'tirozi yo'q. Qarang, koreyskiy beton tonirovkalarda mashinamiz. Bu xudo xolasa nasib qilsa birgalikda ko'chiramiz buni ko'zda yosh bilan, chunki bu oldi beton, yoni beton tonirovka kamiga ko'zgu-somon bizda mumkin emas. Aytganimda bu slishkim qoraytirib olgan, oldida qimmat dugalar bor, Koreyadan kelishda chizilgan, qirilgan joylar yo'q, labular butun kelgan. Mashinamiz palasalarni ko'radi, avariya tormojeniyalar bor. Avariya tormojeniya nima degan savol bo'lyapti. Bugun erta shu haqida video qilaman. Albatta obuna bo'lib qo'ying. Tushunarli qilib jaydar usulida tushuntiraman xudo xolasa. Bu tomonlarni qarang, umuman chizilmagan, qirilmagan. Mana bu rang trend hozirgi kunda, sababi O'zbekiston o'lkamiz ko'p chang bilinmaydigan zo'r rangda bu hozirgi kunda trendi. Ayniqsa Buxoro tomonliklar juda ko'p olishadi buni. Hancock yangi balolar. Hancock degani Koreya degan o'rtoqlar. Qimmat qalpaklar $110 4 ta donasi o'rtoqlar bu. Ichini qarang, yuk deyarli ortilmagan. Bu mashina yurmasdan ko'p turganligi uchun mana bu yerlari ko'ryapsiz, sud ko'lmak hisobiga zanglab qolgan. Lekin uyilmagan, ezilgan joylari yo'q. Borti ideal holatda. Ko'ryapsiz, umuman chizilgan, qirilgan joylari yo'q. 83,5 litrli zavodskoy propan 5-pokoleniya. Kitobida 1 tonna O'zbekistonda necha tonna ortgansiz? Kommentarda yozib qo'ying. Stop chiroqlari hamma yog'i, butun sensorlari bor. Ko'ryapsiz, mana bu rezinkalar bor. Koreyada sandiqlargacha o'rnab kelgan. Bu tomon balonlar ham Hancock. Xudo xolasa mashina ideal. Kuzovida umuman kamchilik yo'q. Rocket akkumulyatorlar. 2021-yil mashinalarida hali ham rocket ishlayapti. Juda ham chidamli akkumulyator. Shuning uchun koreyskiy elektromobili bemalol olsangiz bo'ladi. Tarkibi shunaqa akkumulyatorlar. Haligacha yo'nk tushgani yo'q 2020larni ham. Hozirlar bu tomonlarni ham ko'rdingiz, chizilgan, qirilgan joylari yo'q. Mashinamiz saloni. O'sha doim aytaman, mana degan 30-40 ming dollarlik mashinalarni salonni bo'yicha bu raqobatlasha oladi. Choyini ichirib yuboradi. Uje his etdi. Qimmat mashinalar bu mashinaga ha deganda margat qilmaydigan bo'ldi. Biladi bu mashina Malibudan qimmatligini. Santa Fe bilasiz, Santa Fe'ning narxida bu. Sorrento ham tushib ketdi. Shuning narxida bu mashina. Qarang, eng fuli sariq salon bilasiz. Mana bu o'rindiqlari chiqadi, isiydi, soviydi, ruli isiydi. Ikkitadan airbaglar, avtopilot deymiz xalqimiz, cruise controller, multimediya rul. Mashinamiz 25 ming Janubiy Koreyada yurgan masofasi. Klimat kontroller bor, bakvolar yopiladi, Bluetooth magnitofon, stabilizatsiya, polosodержателlar, 5 korobka, orqada va oldida video registratorlari bor. Salonni qarang, ideal holatda, umuman chizilgan, qirilgan joylari yo'q. Xudo xolasa 200% sizga yoqadi va kartoshka baloni ham ichida kelib qolibdi mana. Kartoshka balonlar ham sotuvda bor, bilasiz, O'zbekiston bo'ylab sotyapman. Kimga original ishonchli kerak bo'lsa, telefon qilavering. Xudo xolasa kelishib yetkazib beraman O'zbekiston bo'ylab. Ba'zilar mashinaga necha baho qo'yasiz, 1 dan 5 gacha bahoyingizni qoldiring. Aynan shu rangni nima deysiz? Mana rakursni to'g'rilayapman, mashinani chiroyli ko'rsatishga harakat qilyapman. Prosta bomba, olov. Azizlar, bu olov mashinamiz narxiga keladigan bo'lsak, $27,500. Oz-moz kami bor. Faqat naqdga sotiladi, bilasiz, bizda variant kredit vikuga yo'q. Ba'zilar kimga shu mashina qiziq bo'lsa, albatta videoga like bosing, videodagi telefon raqamimga murojaat qiling. Xudo xolasa bu mashinalar, shu holatdagi mashinalar ko'p turmaydi. Tez orada shu videoni ko'rayotgan obunachilarimdan biriga
baraka qilamiz. Niyat qilgan, havas qilgan albatta like bosib, menga ham bo'lsin shunaqasidan deb kommentariyaga yozib, amin deb qo'ying. Xudo xolasa Allohning o'ziga oson hammamizga shunaqasidan yetkazsin. Yangiliklarni zo'r nutq ko'rmaslik uchun universal avtolamga obuna bo'lib qo'ying.